Insonlarni eng ko'p xatoga boshlaydigan tuyg'u bu jahl, g'azab tuyg'usidir. Jahl chiqqanda aql ketadi deyishadi dono xalqimiz. Ayniqsa oilada nizo, janjal, to'polon kelib chiqqan paytda ayolimiz shu darajada endi tiliga javob bera olmay qolgan paytda biz erkaklarni nima qilamiz? G'azabimiz qo'ziydi, jahlimiz chiqadi. Shunaqa vaziyatda bir tavsiyamiz bor. Muborak hadis sharifni yodingizga olishni tavsiya qilamiz. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam jahling chiqmasin, g'azablanma deb marhamat qilganlar. Imkon qadar shunday paytda og'ir bosiq bo'lib, g'azabimizni boshqarishga harakat qilsak, juda katta ayanchli holatlarni oldini olgan bo'lamiz. Insonlarni eng ko'p xatoga boshlaydigan tuyg'u bu jahl, g'azab tuyg'usidir. Jahl chiqqanda aql ketadi deyishadi dono xalqimiz. Ayniqsa oilada nizo, janjal, to'polon kelib chiqqan paytda ayolimiz shu darajada endi tiliga javob bera olmay qolgan paytda biz erkaklarni nima qilamiz? G'azabimiz qo'ziydi, jahlimiz chiqadi. Shunaqa vaziyatda bir tavsiyamiz bor. Muborak hadis sharifni yodingizga olishni tavsiya qilamiz. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam jahling chiqmasin, g'azablanma deb marhamat qilganlar. Imkon qadar shunday paytda og'ir bosiq bo'lib, g'azabimizni boshqarishga harakat qilsak, juda katta ayanchli holatlarni oldini olgan bo'lamiz.